Salom hammaga. Bugun sizlar bilan yana Muhammad 2013. Bugun sizlar bilan Brawl Stars'ga yangi erp keldi, yangilandi. Erplar, yangi erpi, yangi skilllar keldi. Va o'sha skilllarni sizlar bilan birga ko'rib o'tamiz. Va o'zim ham hali ko'rganim yo'q. YouTube'dan ko'rib qoldim. Yangi erp keldi. Shunaqa videolar bo'ldi. O'zim ham hali ko'rganim yo'q. Mana hech narsa olinmagan. Va hozir yangi pristarlarni ham ochib ko'ramiz. Yangi pristarlar kelgan ekan va o'sha yangi pas kelgandagi videoni boshida ko'rdim. Pas kelganini ko'rdim, bo'ldi. Pristar qanaqaligini ko'rdim. Boshqa hech narsani ko'rganim yo'q. Va shu vaqtda videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, shunaqa qiziqarli va zo'r videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qoldiringlar. Va bu yerda kelgan skilllarni ko'rib o'tamiz. Balkim chiroyliroq mana skin chiqib qolsa olamiz. Mortisimda o'ziniki bor, normal skin. Mana shu o'sha yangi kelgan skin. Va buni gemga sotib olib, ochib ko'rsataman sizlarga. Va bu yerdan hozir nima olsak bo'ladi? Bunga 1000 ta pul, mana bunaqa narsalarga, ana tasodifiy qarg'aga, tak. 1000 ta puldan boshqasini olamas ekanman. Pul bu yoki bu. Hozir bizga faqat pul kerak. Puldan boshqasi kerak emas. Qolgan narsalar VIP qilyapti. Unchalik VIP emas, endi juda ko'pda. Va sizlar bilan shunchaki oddiy kontent uchun 191 ta gemimni sarf qilamiz. 25% skidkami yo qimmatini olgan yaxshimasiganmi? Mayli, sizlar uchun, kontent uchun mana shuni bosamiz jigarlar. Shu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar va mana shunaqa gemli narsalardan ko'proq ishlatishga, mana shunaqa gemlarni juda ko'p ishlatamiz. 1, 2, 3. Prosta kontent uchun. Go! Sotib olindi, gemim ketdi. Mana shunaqa ochilar ekan, qaranglar. Voy, ko'rdinglarmi? Нормальный. To'y. Voy. Nimaga tushdi? Nima tushdi? Ko'rgan bo'lsanglar, mana shu skinni videoda olgan edik. Kanalimizga o'tib videoda ko'rib olsanglar bo'ladi. Hozir tushunmadim nima berganini. 49 ta gem ketdi hozir. 49 ta gem. Mana ham ko'rsatib o'tamiz. Nima bu? Tamammi? Buni jonini ketkazish kerak ekan. Buni jonini ketkazsa narsa beradi. What is that? Odam tushadi-yu, bo'ldi shuni. Odam tushadi, old prislar narsa tushdi-yu, sразу o'tib ketib qoldi. O'shani tushgandan keyin savetiga kirib, ustiga yangi narsa turadi, o'sha ustiga bossanglar, mana joni ketadi. Sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Va mana bu yangi kelgan skinlar. Mana skinlar yangi kelganlar. Buni o'ynaganda shunaqa pristarlar beradi. Va yangi zona qo'shilibdi. Hozir mana shu yangi zonani qarg'amiz bilan o'ynab chiqamiz. Shu vaqtga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Va hali boshqa o'yinlar ham yangilanib qolsa, boshqa o'yinlarda ham mana shunaqa kontent qilib ko'rsataman, boshqa o'yinlarni ham.
agar 50 ta obunachi bo'lsak, stream qilamiz va biz yaqinda konkurs boshlaymiz. Va konkurs halol bo'ladi. Konkursda kim yutsa halol yutib olgan bo'ladi va unga o'zimiz topshiramiz o'sha sovg'ani, yutgan narsasini. Va konkurs Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalimni lichkasini kommentariyaga o'tsanglar, kommentariyaga tashab qo'yaman lichkasini. O'sha lichka ustiga bossanglar, sразу Telegram kanalimga o'tkazib yuboradi va Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, har oy narsalar qo'yib boramiz. Anolar chiqqan videolarni silkasini tashab qo'yamiz. Chiqqan videolarning silkasi va qaysi o'yinda qilish, konkurs qilish. Deng. Jigar. Men uncha-munchaga oladigan bola emasman. Xotki meni o'ldirmoqchida bu bot. Skini bot emas, lekin prosta o'zi bot. Prosta slishkim botlik qiladi, bular. Prosta slishkim botlik qiladi. Taktikaga o'ynash bilish kerak. O'ynab chiqdik, bir ham oldik, plus ham oldik va buni ham ochib ko'ramiz. Mana shunaqa qilib ochiladi. Mana shunaqa ro'q narsa berar ekan. Va botda mana damagi deb qo'yibdi. Mana ko'rdinglar, yana joni ketdi. Agar adashmasam 3650 ta jonni tugatgandan keyin mana bu odam tekinga bersa kerak. Odammi, skinmi? Men odam olmayapman. Olsammikan? 4 kun ichida olmasam, olmar ekan. Agar mana shu odamni olishimni xohlasanglar, kommentariyaga oling deb yozib qo'yinglar. Oling deb yozib qo'ysanglar, kommentariyalar har bittasini o'qib chiqaman deb, shuni kiraman deb, mana shuni almashtiraman mana shu odam o'rniga va o'sha mifitskiy odamni olaman. Shu vaqt videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani ham vaqt qoldiringlar. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha bye bye.